Assalomu alaykum hammaga. Hozir AnyDisk orqali uzoqda turgan shogirdimizga Malibu 2 atmosfernikni chiteniya qilib, shadowlarni, flashlarni qanday olib, qaytarib qanday programma yozishni o'rgatib turibmiz. Bizda o'rganib ketgan odamlarga shu distansionniy poddershkamiz ham bor. Hozir mana shadowni saqlanib qildik, pastda EEPROM. Endi flashini ko'chiramiz. Na всякий случай mana shu ishlarni qilish kerak. Endi xudo xolasa hozir bitta flash qolyapti. Red flash qilamiz. Keyin programmasini chip tuningda tayyorlab, 80 bezinga moslab qaytarib tashlab beramiz. Mana hozir ketyapti reading flash. Hali endi anav qiladi, chiteniya boshlaydi. Reading flash mana. Bu shogirdimiz terminalni men yonimdan ketgandan keyin olgan. Men yonimda payt olmagan, shuning uchun hozir uzoqdan distansionniy o'rgatyapmiz. O'zi ham videoga olib o'tiribdi. Kim shunaqa narsalar o'rganmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Описаниеda telefon nomerlar turadi. Kalit yozish, programma yasash, kodlangan narsalar ochish, uxlab qolgan miyalar uyg'otish, 4-pokoleniya regulirovka. Xullas, shunaqa xizmatlar o'rgatamiz. Hozir xudo xolasa flashni olgandan keyin 80 bezinga to'g'irlab, katalizator olib tashalgan, uni maska qilib programmani yasab tashlab beramiz. Ya'ni katalizator olingandan keyin kislorod datchikni o'chirish kerak. Uni ham o'chiramiz. Ya'ni maska boshqa, o'chirish boshqa. Shunga qarab tashlab beramiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.